Arirang o'zi bu nimani anglatadi? Buni hozir uz.kor01 kanali orqali bilib olasiz. Qani ketdik. Arirang bu Koreyaning norasmiy milliy madhiyasi hisoblanadigan qadimiy xalq qo'shig'i. Rang qo'shimchasi bu oddiy tugallanish emas, bog'lovchi ma'noni bildiradi. Ya'ni bilan birga degan mazmunni anglatadi. Bir efir davomida Chongguk hatto Army with BTS Arirang deb izoh bergan edi. Ya'ni muxlislar va guruh birligi ramziy ifodalangan. Endi esa uchta doiraga e'tibor beramiz. Bu oddiy bezak emas, ular Janubiy Koreya bayroq ramzlari bilan bevosita markazidagi doira Taeguk bo'lib, Gwayan, Yin va Yang, yorug'lik va zulmat, osmon va yer uyg'unligini anglatadi. Ikkinchi doira Gon trigrammasiga mos keladi. Bu esa osmon va bahor ramzi. Uchinchi doira esa Ri trigrammasini bildiradi. Ya'ni olov va yorug'lik kuchini anglatadi. Shunday qilib, bu yerda uyg'unlik, bahor, osmon, olov va nur ma'nolarini jamlaydi. Yana bir muhim detal, albom 21-mart kuni chiqadi. Koreya taqvimiga ko'ra bu aynan Chungbun, ya'ni bahorga teng yangi bosqich va muvozanat timsoli.